Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek Usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga tunuka fonchilarni qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati Beshariq tumanida qilib berdik qadrdonlar. Hop, qadrdonlar 130 ming so'mdan hamma rasxotda ichida tunuka fonchlarini qilib berganmiz. Xudo xolasa tunuka fonchlarimizni bitkazdik. Ishlarimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Hop, ko'cha qismini mana shunaqangi 90 gradusli fasonda qilib berganmiz. Darvozaxonalarni esa endekli fasonda ideal holatda qilib berdik. Oq rangga mo'k rangdan foydalangan holda cho'tki holatda tunuka fonchini bitkazib berdik qadrdonlar. Ish sifatini ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Mana shunaqangi ideal holatda qilib berganmiz. Burchaklarini ham cho'tki holatda keltirib ideal holatda tunuka fonchlarini bitkazib berdik qadrdonlar. Bu ayvonlarini ham qilib berganmiz. Bu ayvonlarini ham ideal holatda tunuka fonchlarni bitkazib berdik. Ish sifatini ko'rib baho berib qo'yaverasizlar qadrdonlar. Oldi qoshlarini ham qilib berganmiz. Oldi qoshlarini mana shunaqangi 90 gradusli fasonda ideal holatda bitkazib berdik. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa keyingi xonadon aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab tunuka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz qadrdonlar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.